Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Menda hech qanaqa kurs yo'q, shunchaki men sizlarga foydali videolar chiqaryapman. Ya'ni men uchun bu hobbi. Sizlarga 3 ta mavzu haqida video tayyorlayman. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, o'zlaring uchun bu birinchi mavzusi YouTube uchun yo'llanma emas, ya'ni bu hamma uchun, ya'ni eski rasmlaringni eski fotoni yangilash. Misol uchun sizda eski buvingizda yo opoqingizda yo undan oldingi rasm yoki dadangizni o'sha aytib bitta xizmat qilganlarga oq qora rasmlar yo qanaqadir mana hozir mana eski holati, tepasidagi yangi o'sha yangilangan holati. Shunaqa qilib rasmda rangli yoki o'sha o'zini holatini tiniq qilib qanaqa tiniq qilishni ko'rsatib qo'yaman. Hop, bu birinchi mavzu edi. Ikkinchisi 11 Labs'ning arzon yo'li. Ya'ni bu asosan YouTube mavzusiga yoki qaysidir boshqa yo'nalishlarga mos, ya'ni siz ingliz tili yoki ispan tili yoki german tili qanaqa tilda o'sha tekstni speech qilib, ya'ni o'qitib audio shakliga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, 11 Labs'ning o'zida 10 dollar yoki 22 dollarmi deykin, 22 dollarida shuni qanaqa qilib arzon yo'lini olishni ko'rsatib beraman. Juda arzon. Buni men bitta AI mutaxassisi bor, yaqindan taniyman, Asror degan bola. U bolani hozir kanalini, o'sha nimasini ham o'zini lichkasini ko'rsatib o'taman. Shu 11 Labs'ni men ham o'zim ishlatar edim. Shuni boshqa arzon yo'lini, shu Asror degan bola bizga o'rgatdi. Shuni sizlarga qanaqa qilib olishni ko'rsataman, ilinaman. Uchinchisi yana o'sha Asror degan bola haqida, ya'ni Google Ultra'ni arzon sotib olish, ya'ni 45 ming tangani nechidir 70 dollarmi yo 80 dollarmi 70 dollar yoki 80 dollar aniq eslay olmayman. Endi buni pulini o'zlaring kelishib olasizlar. Buni agar misol uchun siz sun'iy intellektda Veo 3 da yoki o'sha Nano Banana ana shu sun'iy intellektlarda ishlaydigan bo'lsangiz, bir oyga 45 ming tanga yetadi, beradi. Bu bemalol yetadi sizga. Bu ikki kishiga ham yetadi. Agar 70 yo 80 dollar sizga qimmatli qiladigan bo'lsa, buni ikki kishi olsalaring ham bo'ladi. Bunga yana qo'shimcha qilib, yana garantiya berishdi. Bir oy davomida agar ishlatib turganingizda nolga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha texnik nosozlik bo'lib, shunaqa nolga tushib qoladigan bo'lsa, uni alishtirib beramiz degan gapni ham aytib o'tishdi. O'sha gruppalari bor, shu video tagiga gruppani qo'yaman. Shu gruppaga kirib turib, foydali ma'lumotlar bor. Hamma shu 3 ta mavzu haqida edi. Buni hammasini sizlarga endi bundan bag'aga Xudo xohlasa telefondan qanaqa qilib ishlashda, shu video montaj yoki kanalni yurg'izish hammasini sizlarga telefon orqali, ya'ni o'sha ko'pchilikda kompyuter bo'lmaganligi sababli telefoningiz orqali hammasini bajarsangiz bo'ladi. Demak, biz video montajda, keyin undan tashqari kanalni yurg'izishda yoki boshqa YouTube sohasida qanaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, hammasini telefondan qilishni ko'rsatib boraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari qanaqangi gap so'zlaring yoki savol javoblaring bo'ladigan bo'lsa, shu video tagida yoki kanalda afishanisida o'sha Telegram o'zimning lichkam hamda o'zimning o'sha gruppam bor. Gruppada hamma bir-biriga yordam beradigan shunaqa ballar yig'ilgan. Bemalol kirib, qanaqa savollaring bo'lsa, savollaring yozsalaring, shu yerda kim bilsa sizga javobini beradi. Ya'ni agar siz ulardan ko'ra, bizdan ko'ra mutaxassis bo'lib yoki qanaqadir yangilikni biladigan bo'lsangiz, shunaqa ma'lumotlarni ulashgingiz kelsa, yana sizga ham iltimos qilamiz. Ya'ni o'sha gruppaga qo'shib, o'zingizning ma'lumotlaringizni boshqalarga ham ulashishni maslahat beraman. Hamda o'zingiz uchun yangiliklarni bilib olishingiz ham mumkin. Shuning uchun o'sha gruppaga o'tib oling. O'sha kanalda afishanisida ham shu videoni ostida o'sha kanalning linki hamda o'zimni kanal bas, u gruppa, kanalni xato deb aytib o'ribman. O'zimni o'sha lichkam ham bor.
Undan tashqari kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Ya'ni shu videoni o'sha kanalga obuna bo'ling degan joyini bosganlaringda ikkinchi kanalim ham bor. Unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U shu Amerika yo'nalishidagi videolar. Menga obunachi kerak. Uni sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni biz hozir obuna bo'lsangiz, sizning videolaringiz Amerikaga moslangan bo'lsa, uni qanday qilib yana O'zbekistonga tortib olsak, qanday qilib endi Amerikaga ko'rsatishingiz mumkin deb savol tug'ilishi mumkin. U menga farqi yo'q, o'zbekmi, Amerikami. Sizlar obuna bo'lib qo'yaveringlar, men shu Amerikaga moslab olaman. Ya'ni darrov sizlarda shubha uyg'onmasin, bu siri bor shekilli deb. Siri yo'q hech qanaqa. O'sha kanalimni misol uchun Amerikaga moslab yarim kechasi O'zbekiston vaqtiga 00:00 dan keyin men videoni yuklayman. O'zbekiston, ya'ni O'rta Osiyo hammasi uxlagan vaqt bo'ladi. Yumalaq yerda yumalaq qiladigan bo'lsak, mana bu quyoshimiz Amerika tomonga boradi, biz tomonda qorong'i bo'ladi. Aktiv o'z-o'zidan Amerika tomonga boradi. Shuni hisobiga men kechqurun video yuklaganimda aktiv tomonga meni videoyimni ko'rsatib boradi. Shuni hisobiga meni videolarim yana Amerika tomon ko'raveradi. Bu o'zlaring uchun dars bo'lsin. Shunaqa agar Amerika yo'nalishi qilmoqchi bo'lsalaring, shu yarim kechasi shu O'rta Osiyo uxlagan vaqtida qo'yinglar. Men shu ko'p nimaga duch kelyapman, ya'ni O'zbekiston vaqtiga 4 dan keyin yoki 7 dan keyin video qo'yish kerak ekan yo video qo'yinglar degan gapni eshityapman. Asli eng aktiv vaqt shu O'zbekistonda yoki O'rta Osiyoda 4 dan keyin bo'ladi va Amerikada kunduzi endi kunduzi bo'la turgan bo'lishi mumkin. 12 soat farq qiladi. 12-13 soat. Bizda ayni aktiv vaqtga siz video qo'yasiz, sizni videolaringiz O'zbekistonga, O'rta Osiyoga yoki Hindistonga tortib yuboradi. Shuning uchun u vaqtda maslahat beraman, qo'ymanglar, yarim kechasi shu 12 dan keyin videolaringni qo'ysalaring, Xudo xohlasa shu Amerika yo'nalishiga tortadi. Demak, shu videomizni davom ettiramiz, ya'ni telefonga o'tib olamiz. Men bu o'zim ko'rinmayman, qolganini o'sha telefonda gapirib o'tib videoni davom ettiraman. Undan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha ikkinchi kanalimga ham obuna bo'lib, fikrlaringni shu video ostiga yozinglar yoki savollaring bo'lsa, savollaringni yozinglar. Shu kanalda aktivi birinchi o'rinda kommentariy hamda like hisoblanadi. Hop, demak biz VO3 ga kirib olamiz birinchi. VO3 ni linkini ham tashlayman yoki qanaqa qilib topishda ko'rib olasizlar. VO3 deganimizdan keyin hammasida VO3 bor. Bu yerda bizga aynan kerakligi flow bo'ladi. Ya'ni mana bu yumalaqning ichida. Shunga kiramiz. Siz telefondan yoki kompyuterdan xohlaganingizdan kirib qilsangiz bo'ladi. Kirganingizda mana shuni bosamiz. Ya'ni shu varaq ochish. Bu yerda o'zingiz shu xohlagan akkantingizni bosasiz. Sozdat proyektni bosamiz. Mana bu yerda sozlamasi bor. Sizlarda agar bunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, shuni ustiga bosib izobrazение qilib olasiz. 16 ga 9, xolasangiz 4 ga 3, xolasangiz 1 ga 1, uni o'zingiz xohishingizdan kelib chiqib qilib olaverasiz. Bizga hozir 3 ga 4 kerak. 4 ga 3 ham bo'laversin, 4 ga 3. Bunisi o'sha bitta prompt berganingizda promptingiz o'sha 4 ta rasmni chiqarib berishi belgilangan. Bu tayyor nano banana turadi. Ana endi pastiga biz plusni bosib rasmni yuklab olamiz, ya'ni haligi eski rasmimni galeriyaga kirasiz. Endi o'zingiz qayerda qo'ygan bo'lsangiz, o'sha yerdan olib olasiz.
Men bir yo'la ikkita rasmni yuklab oldim. Bitta yangilayman. Endi bittasini o'chirib tashlayman. Bittasi turaveradi. Ko'rib turganlaringdek eski rasm, xohlasalaring yana bu tomondan o'sha rasmni holatini ko'rsataman. Mana shu holati, bunisi eski holati. Bunisi yangi holati, bunisi ham yangi holati. Ana endi bizga prompt kerak bo'ladi. Eslaringda qolsin, mana shu joyga plusga shu rasmni belgilab olasizlar. Ana endi bizga prompt kerak bo'ladi. Promptni ChatGPTdan sizlar ham shunaqa qilib olasizlar. U promptni ofisanisiga yozib qo'yaman. Xohlasalaring o'sha promptni tayyor kopiya qilib turib ishlasalaring bo'ladi. ChatGPTga shunaqa deb yozilyapti. Menda eski rasm bor, shuni yangi holatga aylantirish uchun, ya'ni asliga qaytarish kerak. Rasm o'zgarmasdan menga prompt yozib ber, ya'ni VO3 ga dedim. Bu tushundim dedi. Xullas bitta prompt mana shu bo'lyapti. Ikkinchisi keyin arada menga nima bo'ldi? Ya'ni prompt ishlamadi. Menda balki xatolik bo'lgandir. Bunga aytdim, nimagadir bitta rasmga prompt tushmadi degandim. Bu yana ham boshqacha qilib yozib berdim. Mana bu yerda mana. Uchinchisi. Bularda men videoni ostiga shu ofisanisiga qo'yib qo'yaman. 1 2 3 qilib kopiya qilib olsalaring bo'ladi yoki shu link qo'yib qo'yaman, link orqali kopiya shu Google nimaga kirib olsalaring bo'ladi. Xullas sizlarga oson variantini qo'yib qo'yaman. Biz birinchisini kopiya qilamiz, ya'ni mana birinchi promptni kopiya. Endi V3 ga o'tamiz. V3 ga o'tib mana shu yerda nimani yozamiz chetiga. Prompt tashlaymiz hozirgina. Mana tashaldi. Ana endi jo'natish tugmasini bosamiz. Bizga 4 xil ko'rinishda beradi. Ungacha bu bo'lguncha biz yana ikkinchi promptni olib turamiz. Hop, yana plusni bosamiz, ya'ni o'sha rasmni tanlab olishimiz uchun. Mana ko'rib turganlaringdek ashibga berdi. Hozir ashibgani to'g'rilashni ko'rsataman. Ikkinchi promptni tashlayman. Qaysidir rasmga o'sha birinchi prompt ishlaydi, qaysidir rasmga ishlamaydi. Demak, bunisiga ham yana shu promptni tashlaymiz. Yana shu bo'mga hali birinchi promptni tashlab ko'raman. Mana 45% bo'ldi. 8. Mana ko'rib turganlaringdek juda ajoyib. Mana bu xatolikda agar birinchi buni bizga kerakligini yuklab olamiz, ustiga bitta bosib, mana bu yerda nima bor? Strelka bor, shunga bosamiz. Originalini yuklayveramiz, jinday загрузка bo'lib 2 ni. Ungacha unisiga o'tamiz. Bunisini olib ko'ramiz. Buni vaqtliroq bilmagan ekanman. Agar vaqtliroq bilganimda, dadam olamdan o'tmaganlaridan oldin bilganimda dadamga ko'rsatar edim. Dadam mana shunaqa qilsa bo'lar ekan deb, buni keyin bildim. Bu dadami ayalari buvim bo'ladi. Bunisi tepasidagi dadami buvilari bo'ladi.
bitta xato qilgan, mana bu yerda bitta o'zi baldaqlari bo'lsa, bunisida baldaqni olib tashlagan, ya'ni bir xil qilib qo'ygan quloqlarini. Bo'laveradi bu ham. Chunki bitta baldaqdan ko'ra yo'qligi yaxshiroq. Buvimni ko'rib sog'inib ketdim. Hozir galeriyaga kirib ko'ramiz, buni yuklab olsa. Menimcha hammaga tushunarli bo'ladigan umiddaman. Bu oson, xohlagan rasmlaringni, o'sha o'zlaringnikini qog'ozda bo'lsa, telefonga rasmga olib turib, keyin shu holatda yangilab olsalaring bo'ladi. Demak, hozir galeriyaga kiramiz. Galeriyaga kirib, shu yangi rasmni hozir ko'ramiz. Mana последнийga kirsak, mana ikkinchi mavzuga o'tamiz, ya'ni o'sha 11 Labs'ga saytiga kiramiz. Men narxlarini oldin ko'rsataman sizlarga. Ana undan keyin o'sha arzon variantini ko'rsataman. Mana sayti o'zini asosiy sayti. Shunga kiramiz. Bitta o'sha login qilib kiramiz. Ya'ni shu orqali. O'zi avtomatik kirib ketdi. Hop, balansga kiramiz. Mana update turibdi. Update'ga bosamiz. Qaranglar. Boshlanishiga 10.000 kredit beryapti, ya'ni 10.000 tanga, bu tekinga bir oyga bir marta beradi. $6 30.000 tanga beryapti. Xo'p, bu yerda biz oylik qilishimiz kerak edi. Ha. Bu yerda taklif bildiryapti, ya'ni o'zi birinchi oyiga $11 to'laganda $22 keyingi oydan $22 ishlatasan deyapti. Ya'ni 121.000 kredit beryapti, ya'ni shu tangadan. Bundan bari oshib ketaveradi. Mana 600.000 tangani $99 ga sotib olsangiz bo'ladi. Ana endi men sizlarga arzon variantini ko'rsataman. Uning uchun bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegramdan hozir birovlar sizlarga qanaqa qilib ulanishni ko'rsataman. Ya'ni bu o'zi ulanib bo'lingan. Boshqa o'zim akkauntimga o'taman, lupaga shu botni yozaman. Bu yerda bot chiqdi, mana birinchida. Bu yerga kirganimizda zapustit bot turibdi. Hop, bu bizga nimani aytyapti? Birinchi kanalga obuna bo'lib oling deyapti. Ikkinchisi qonun qoidalarimizni o'rganib, o'shanga rozi bo'lsangiz, keyin qabul qiling deyapti. Biz kanalga o'tamiz birinchi. Kanal do'stiga перейти. Подписаться bosamiz. Bu yerdan nazorat qilamiz. Ana endi shu men kanalga obuna bo'ldim deganni bosib qo'yamiz. Endi ikkinchisi shu qonun qoidasiga bitta kirib chiqib olamiz. Ko'rib turganlaringdek qoidalarini aytdi. Bunisiga ham biz rozimiz deymiz. Xohlasalaring o'qib chiqinglar. Rozimiz dedik. Ana endi biz birinchi o'rinda ключ berdi bu yerdan. Ключni olamiz. Создать ключni bosamiz. Bu yerda mana ключni berdi hozir. Ana endi shu kopiya qilamiz ключni. Kopiya qilib Telegramdan chiqib ketamiz. Telegramdan chiqib ketib o'zini asosiy saytiga o'tamiz. Bu saytini ham linkini beraman. Bu yerda meni o'zimni ключim bor uchun bu yerda tayyor, bu yerda ko'rsatib beryapti. Ya'ni hop, bu yerdan kirmaymizda hozir buni kopiya qilib olib turib boshqa ilovadan kiramiz. Boshqa ilova o'sha Samsungda o'zini ilovasidan. Farqi yo'q, uni ilovani sizlarga tushunarli bo'lish uchun men shunaqa
qo'yyapman. Ya'ni saytga kiramiz. Saytga kirganlaringda birinchi o'rinda mana shu yerga haligi ключni so'raydi. Haligi ключni tashlaymiz. Buni ключni tashab, Waytini bosamiz. Waytini bosganimizdan keyin sirazi bizga 10.000 tanga berdi. Ana endi biz yana nimaga qaytamiz? Telegramga. Hop, Telegramga kirganimizdan keyin Glavniyga o'tamiz. Hop, xohlasalaring, hozir men pulini ko'rsatib beraman, poполнение balansni ko'rsatib beraman. Mana shu pullarga e'tibor beringlar, hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni 100.000 kreditga $3 to'laysiz, mana. 100.000 kreditga $3. Ana endi sizlarga men nimani ko'rsatib beraman, ya'ni shu asosiy saytdagi qimmat joyini ko'rsatib beraman. Ya'ni $11 bu birinchi oyga, o'zi asli $22 ga 121.000 kredit beryapti. Ana endi siz $10 ko'ramiz. Bu degani $11 ga 1 million kredit beryapti. Bu yerda $99 ga 600.000 kredit beryapti. Siz shuni 99 likda 1.400.000 kredit foydasi bilan $11 ga sotib olyapsiz. Birga bir ishlaydi, hech qanaqa anaqa nimasi yo'q. Ko'rib turganlaringda yana biz nimaga bosamiz? Glavniyga, ya'ni biz ovozini to'g'rilab olishimiz kerak. Qaysi ovozdan foydalanish uchun. Moy shablonga o'tamiz. Sazdatni bosamiz. Hop, bekka test shahboz deymiz. Misol uchun sizlarga tushunarli bo'lish uchun bu so'z nimada ko'rinadi hali. Sazdatni bosamiz. Ana endi bu yerdan o'zlaring xohlagan nimalaringga kirib to'g'rilab olsalaring bo'ladi. Modelga kiramiz. Modelda eslaringda qolsin. Mana shu 11 multigualmi, nima deb multigual degan yozuv ekan. Shunda turaveradi. Bunga tegmaymiz. Endi mana bu vibrat golosga kiramiz. Shuni ustiga bosamiz. Bu yerdan biz A'dan shu nimani ID raqamini olib chekka tashlaymiz. Ya'ni shu mana bu qimmat saytga kirib turib o'zimizga kerakli bo'lgan mana Antonio turibdi. Misol uchun Antonioni IDsini olib ko'ramiz. Undan oldin sizlarga eshittirib beraman mana. Todos deberíamos estar agradecidos por aquellas personas que reavivan el espíritu interno. Endi misol uchun siz language ga tanlab English qilamiz. English. Hop. Kategoriya. Mana bu agar siz hikoya yo'nalishi yoki uzoqroq tekstni o'qitmoqchi bo'lsangiz, mana shu birinchisini tanlaysiz. Hop. Bu yerda buni IDsini o'chirib turamiz hozir. Bu yerda har xil nimalar chiqdi. Misol uchun mana birinchida Adam. Your anger against every form of insult. He replied in a condescending manner. Of course it's plugged in. No necesitas tener todo. Your anger against every form of insult. Men o'zimni shu tanlab qo'yganimni ispan tilini olaman hozir. Hop, mana Antonioni topdim. Todos deberíamos estar Shuni 3 ta nuqtasiga bosamiz, mana bu yerga chekkasidagi 3 ta nuqtaga mana. Shunga bosib copy voice ID turibdi ikkinchisida mana. Shuni ikkinchisiga bosamiz. Copy oldi. Ana endi Telegramga kiramiz yana. Telegramga tayyor turibdi, bizni kutib, ya'ni shu ID raqamni tashlayapti. ID raqam tashlab jo'natamiz.
Hop, polni tanlab qo'yamiz, ya'ni bu o'g'il bola, keyin yazikni tanlab qo'yamiz. Morskoy tanlaymiz bunga, yazik. Bizga Ispaniyani tanlab qo'yamiz. To'g'ri tushdi hamma joyi. Ana endi mana bu yerda Premenitni bosib qo'yamiz. Yana shu Antonioni bosamiz, mana Antonioga. Bo'ldi. Mana nimamiz uspeshna deyapti. Nazar qilib. Bo'ldi mana. Ana endi biz shu o'zimizni yana saytimizga kiramiz. Saytimiz endi bu bog'dan kirar edik. Brauzerga. Bu yerda bitta obnovit qilib olamiz shu turishini. Ya'ni mana bu strelkani mana strelkani bosadigan bo'lsak, obnovit bo'ladi. Подключение bo'ldi. Создать задачаga bosamiz. Pomolchanini bosamiz mana bu yerda. Bu yerda bizga shahboz chiqish kerak. Mana tez shahboz chiqyapti mana. Bunga bosamiz. Xo'p, endi biz bu yerga bironta tekst tashlab ko'ramiz ispan tilida. Ispan tilida 2 nuqta gap yoz. Bo'ldi mana. Bo'ldi mana 2 nuqta bo'ldi. Hop, buni kopiya olamizda, hozirgi joyga tashlaymiz. Hop, sozdать задачani bosamiz. Bu yerda обработка deyapti. Shuni agar sizlarning nimalaring vaqti uzun bo'ladigan bo'lsa, qanday vaqt oladi bu? Mana qisqaroqligi uchun skachat chiqdi. Skachatni bosamiz. Shu skachat qilishdan oldin men sizlarga bitta ma'lumotni berib o'tgidek. O'sha Asrorjon menga o'sha video darslikda aytib o'tishgan. Ya'ni buni siz tekstingizni o'qitib olganingizdan keyin albatta tezlik bilan skachat qilib oling. Agar skachat qilmaydigan bo'lsangiz, shu 1 soat atrofida yana udalit bo'lib ketadi. Behudaga o'sha tangalaring kuyadi. Undan tashqari agar shu skachat o'rniga xatolik yo qanaqadir nima bo'ladigan bo'lsa, o'sha texnik nosozlik bo'ladigan bo'lsa, sizlarga albatta tangalaringni qaytarib berar ekan. Undan tashqari yana boshqatdan yana o'qitib olsalaring bo'ladi. Demak, biz skachatni bosamiz. Открыт'ni bosamiz. Ya'ni hozirgi skachat bo'lgan fayl. Hola, ¿cómo estás? Hoy es un buen día para aprender algo nuevo. Mana ko'rib turganlaringdek. Yana bitta eshittirib beraman. Aynan o'sha audioni sizlarga eshittirib beraman. Mana 3 sekundlik. Hola, ¿cómo? Mana. Hola, ¿cómo estás? Hoy es un buen día para aprender algo nuevo. Juda chiroyli tekst o'qib berdi. Shunaqa qilib, arzon variantdan foydalansalaring bo'ladi. Albatta Telegramdan ID olib, shunaqa qilib sozlab ishlasalaring bo'ladi. Bir marta sozlab olsalaring bemalol ishlayveradi. Xohlasalaring yana boshqa nima qo'shishlaring mumkin. Ya'ni shu so'zat shablon, yana ism, beka ismni yozasiz, keyin o'sha a'dan boshqa tilda tanlaydigan bo'lsangiz, uni tanlaysiz. Keyin o'sha saytga kirganlaringda mana shu saytni o'zida sozdать задача mana shu yerda o'zida mana pomolchani turibdi. Shu yerda bizga u nima ko'rinadi, ikkinchi tilimiz. Demak, bu ikkinchi mavzuga hamma tushundi deb o'ylayman. Ana endi sizlarga 45,000 tangalik deb tushuntirib qo'yishim kerak. Bunga biz V3 ga kiramiz yana.
V3 ga kirganimizdan keyin tangani ko'rsataman sizlarga. Mana bu rasmni ustiga bosamiz. Menda 150 tanga bergan. 150 tanga buni o'sha V3 dan foydalanay turganlar juda yaxshi biladi. 150 ming qayerda-yu 45 ming tanga qayerda. Sizga agar 45 ming tanga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ultra bo'ladi, ya'ni hozir mana shu nano bananani ustiga bosib bu videoga o'tkazamiz. Videoga birni bosamiz. Birni bosganimizda bu yerda 10 ta tanga olyapti. Agar siz fastga o'tkazadigan bo'lsangiz tezroq bo'ladi, lekin 20 ta tanga. Agar yana ham tezroq bo'ladigan bo'lsa 100 ta tanga oladi. Bular muhim emas, bizga eng past laytdan bo'laveradi. Sizga shunaqa tanga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan mana Asror Ibrohimjonov turibdi. Mana shu Asror VDLni yozib qidirsalaring shu kanal chiqadi. Bu yerda sizlar uchun mana shu hozirgi men sizlarga o'rgatgan darsligim mana shu. Ya'ni o'sha Element Labs haqida. Undan tashqari boshqa darsliklar ham bor, bu nimachiga kirsa. Hop, shu Asror Ibrohimjonovning kanaliga kirsalaring, mana shu yerda o'zida Asror AI turibdi. Shuni shu lupadan yoki o'ziga bosib olsalaring, shuni o'ziga lichkasi bemalol kirib, gaplashib, o'sha Google akkaunti, ya'ni V3 Ultra'ni olsalaring bo'ladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi kanalimni ham ulab qo'yganman. Unga ham obuna bo'lib fikrlaringni yozinglar. Keyingi videolarda o'sha yana telefondan YouTube kanalni sozlash yoki boshqa xizmatlarini sizlarga tushuntirib o'taman. Xudo xohlasa hammaga foydali bo'ladi. Sizlarga dan iltimos qilib qolaman, agar kim YouTubedan pul ishlab turgan bo'lsa, AdSense haqida videoyim bor shu kanalda o'zida. Shu videoni ko'rib, faxsh reklama, qimor reklama, spirt reklamalar bor. O'shalarni o'chirib qo'yinglar. Bizning dinimizga to'g'ri kelmaydigan reklamalar, ya'ni topganlaringga harom aralashib qolmasin. Undan tashqari yana boshqa o'sha sohalarda, ya'ni halol va harom sohasida yashab turgan joyingizdan, o'sha masjiddagi domladan yoki O'zbekiston Respublikasi Musulmonlar idorasi fatvo markazidan o'sha YouTube haqida so'rab olinglar. O'zlaring uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.